Aka, bu nima? Uydagi unitazni olib keldingizmi, aka? Qimmat turadi, ehtiyot bo'linglar. Yomon ekan, lekin bu rosa qiziqdim-da buni. Real qattiq oldingiz bu narsani. Bitta firmasi yozilgan. Xotinga sovg'a qilib olib keldim. Yoqmadi. O'sha uchun o'rniga boshqa narsa olmoqchiman. Gap yo'q, lekin toshlari ham yig'ib qo'yibdi, lekin вообще maxsus shu xotiningiz uchun qildirganmiz deyman-da. Zakaz qilib polnisi. Shunaqa firma bormi, xabaring yo'qmi, kan? Yo'q, aka. Mayli unda hozir tarozida o'lchab ko'ramiz. Aytganimdek maxsus tarozimizda bor. Shunda berib yuboring menga maxsus tarozi. Rahmat. Aka, lekin ozgina yordam berib yuborasiz. Bari. Aka, 2885 kilo. Aka, adashmasam bu 3.9 tilla. Ha, adashmading. 2885 kilo. Xo'p, 28850 gram bo'ladi ekan, aka. Matematikada ham yaxshi ekansan. Ha, aka, matematikada yaxshi. Xo'p, bugungi kunda 3.9 narxi 1 million 900 mingdan bo'lganda 54 milliard 815 million bo'ladi ekan, aka. To'g'ri. Pulinglar bormi? Pulinglar yetadimi? Aka, pulda muammo yo'q, pul yetadi. Qarang, ko'raylik, ketdik bunsan. Xo'p, mana. Aka, bu 200 million, O'lkam, to'xta. 400 million. So'mda berasan. So'mda beriladi, albatta. Dollarda bermaysanmi? Qanaqa bo'lib ketaman? Aka, dollarda bizda afsuski mumkin emas, faqat o'zimizning milliy so'mimizda, milliy valyutamizda beriladi, aka. Xohlasangiz, mana shu aytgan summamni sizni mashinangizga o'zim ortib beraman bagajnikiga. Muammo yo'q undan. Bo'ldi. Unaqa bo'lsa mayli. Ketdi unda, aka. Ketdi. Aka, shu paketdek bor. Hamma qora paketga solib berganman. Oxirgi mana paket qo'yapman. Ko'p bo'ldi pul. Eslatib o'taman, 54 milliard 815 million. Hammasini joyladik, aka. Rozi bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizlarga.